Assalomu alaykum. Men bu fikrimni aytib o'tishim kerak. Odamlar qo'rqadi rahbarlar haqida ba'zilar gapirishga boshqaga. Lekin men o'sha kam sonli bo'lsa ham konstitutsiyaga ishonadigan, uni qoidalaridan, qonundan, uni bergan huquqlardan foydalanishga harakat qiladigan kam sonli bo'lsa ham shunaqa odamlardan bittasiman. Men ishonaman shunga. Qanchalik qiyin bo'lmasin, shu qonun yo'lida u bergan erkin fikr bildirish kafolatidan foydalanib fikrimni aytishga. Demak, bugun Toshkent shahrida bo'layotgan holatlar, bu yoqda ekologiya dushmanlik, daraxtlar kestirish siyosati, bu yoqda elektr zaryadlash stansiyalarini har xil bahona bilan tirnoq tagidan kirqidirib uzdirib tashlash siyosati, bu yoqda do'kon bekatlarida xususiy mulk qonuniy bo'lsa ham shunga qaramasdan turib noqonuniylarga boshqa gap, qonuniy bo'lganlarini ham sud qarorisiz konstitutsiyaga zid ravishda buzib tashlanayotganligi shunchaki Toshkentda hozirgi Toshkentni boshqarayotgan hokimi va uni jamoasi eng yomon hokim va eng yomon jamoa bo'lib tarixda qolayotganligini anglatadi. Toshkent shu paytgacha bunchalik ko'p qonun buzar, konstitutsiya buzar hokimni ko'rmagan. Men esimni taniganimdan beri men ko'rmaganman. Odamlar Jahongir Ortiqxo'jayevdan ba'zan e'tiroz qilishib xafa bo'lishardi, norizo bo'lishardi, lekin shu inson ham xalq bilan muloqot qilar edi. Jurnalistlar bilan gaplashardi, qanchalik qiyin bo'lmasin. Savollarga javob berardi. Bu hokim hozir Toshkent hokimiyatini shunchaki bir prokuraturaga aylantirib qo'ydi. Qo'rqinchli idoraga. Faqat yangi soliq o'ylab topish, ko'chani toraytirib, chizib qo'yib, unga pul to'lanadigan narsa qilib qo'yish. Bu yoqda ko'chada mana do'konlarning nomi bo'lsa, uni olib tashlab, unga ham reklama sifatida pul berib qilish, undan soqqa ishlash. Endi uzrku mana shu dala bekatlarda ham buzdirib tashlayapti. Mayli, noqonuniylarni-ku buzish kerakdir, lekin u ham sud qarori asosida buzish kerak. Xususiy mulk kafolatlangan konstitutsiya asosida. Bu hokimiyat unga ham qarayotgani yo'q. Eng yomoni odamlarda ishonchni yo'qotyapsizlar. Ommaviy ravishda tashlab qochishni boshlaydi investor ham. Mana kecha zaryadlash stansiyalarini buzayotganda shunga pul tutgan angliyalik investor bor ekan, uchib keldi. Gaplashdim. Qo'rqyapti. Nahotki O'zbekiston shunaqa qonunsiz nimaga aylanib boryapti, u ham shokda. Nima qilyapsizlar sizlar? Mana tarixda bundan keyin ham mana kelajakda avlodlar reyting qilgan vaqtida eng ko'p odamlar norozi bo'lgan davr qaysi desa, Toshkent shahrida mana hozirgi hokimlik qilayotgan davr nazarda tutiladi. Bu meni fikrim. Juda yomon hokimlik qilyapsizlar. Prezidentni bergan ishonchidan foydalanib, prezident hokimlarga tegmalaring deb turib, bir ikkita idoralarga bergan topshiriqdan foydalanib, konstitutsiyani istagancha buzyapsizlar. Konstitutsiyani ishlashga kafolat bergan shaxs bu prezident bo'ladi. Siz prezidentni obro'sizlantirish bilan shug'ullanyapsizlar bir vaqtda o'zida. Qarang. Muhtaram hokim, o'rinbosarlar bilib qo'yinglar shuni. Hozir amaldasiz. Istaganingizcha zo'ravonlik qilishingiz mumkindir, lekin har bir ishingiz uchun vaqtga javob berasiz. Qolmaydi javob berishdan. Odamlarni qaqshatyapsiz. Kimdir qarg'aydi sizni, kimdir kuchi yetgani yozadi. Boshqa iloji yo'q odamlarda, chunki unaqa zo'r emas bizda xalq. Lekin shuni qaysi bittasi uradi sizlarga aytib qo'ying. Urib ketadi. Bunchalik qonunsizlik bo'lmagan Toshkentda, ya'ni qonun buzarlik hokimiyat tomonidan bo'lmagan. Baraka topib buzdirar ekansiz joyda. Marhamat, kompensatsiya ber, amaldagi qonunlarga rioya qilinglar sizlar ham. Buzmayaptimi, noqonuniymi, asosiyligini sudga bering, sudda himoya qilsin ikkita tomon bir-birini pozitsiyasini. Kompensatsiya bering o'rniga o'rin. Keyin buzish kerak uni. Bu O'zbekiston qonunsiz davlat emas-ku, O'zbekistonni bandit davlatga o'xshab ko'rsatib beryapsizlar. Prичем buni hokimiyat qilgandan keyin nima deb o'ylasin odamlar? Butun dunyoga sharmanda bo'ldik-ku. Dunyoga o'zi hokimchalik sharmanda qilayotgan odam bo'lmayapti hozir. O'zbekiston qonunsiz davlat degan shunaqa tushuncha olib kelyapsizlar. Bunchalik emas-da, xalq foydasi uchun degan piarda qilyapsiz. Balo ham xalq foydasiga emas-ku. Xalqni o'ylaganingizda ko'chalarni chizdirib qo'yib, shuni pul ishlaydigan soqqali tizim qilib qo'yarmidinglar? Tadbirkorlarni o'ylaganinglarda do'konni tepasidan yozuvga yopishib, shunga ham pul to'laysan deb shunaqa reklama eng past yo'ldan yurgan bo'larmidinglar? Agar ras shunday bo'lsa, o'zingizni Toshkent shahar hokimiyati degan so'z uchida mana to'lang bo'lmasam soliq reklama deb. Shunchalik bo'ladimi? Faqat yangi
yoki qurilish sohasida ham yangi soliq yongani majburiyatlar qo'yib tashladinglar. Alal oqibat xalq qiynalyapti, odamlar qiynalyapti. Nimaga? Chunki ular to'laydi eng yakunida. U tadbirkor boshqa siz qo'ygan nagruzkani ustiga mindirib qo'yaveradi tannarxga. Xalq uni to'lovini to'laydi. Tushunyapsizmi? Bunchalik qilmang endi. Siz xalqni qonunga, konstitutsiyaga, davlatga ishonchini yo'qotyapsizlar. Qonunga qaytinglar sizlar ham. Xudo bizga o'zi bor-ku, qonunga amal qiladigan rahbarlar kerak ekan. Muhtaram yosh kattalar, otalarimiz, momolar bormi? Iltimos duo qilganda shunday so'raylar. Bizga konstitutsiyaga, qonunga rioya qiladigan, odamlarga rahm qiladigan rahbar ber. Berahim, konstitutsiya buzar, qonun buzar rahbarlardan asra unaqa kelib qolmasin deb duo qilinglar. Bizda teskarisi bo'layapti. Qonun buzar insonlar rahbar bo'layapti. Xalqdan qonunga rioya qilishni talab qiladi, lekin o'zi amal qilmaydi. Mana bugungi ana shu Toshkent shahar hokimi va uni jamoasini yuzi. Boshqa ta'rif yo'q sizlarga. O'zbekistonning Toshkentda tarixidagi eng yomon hokimlik qilgan anaqa nom bilan qolasizlar tarixda. Bunchalik bo'lmaydi-da. Ana ilgari ko'p tanqid qilgan o'sha Jahongir Ortiqxo'jayev ham Covid vaqtida ko'rganman, maqtash emas, lekin Covid vaqtida biz ko'rgan, birikta qilgan ishlari bor edi u kishini. Odamlar e'tiroz qilsa ham, tadbirkorlikdan chiqqan boshqa. O'sha tadbirkorlikdan topgan pulini odamlarga ishlatar edi, kerak joylarda. Ko'rganmiz, Covid center vaqtida katta-katta Covid markazlar qurib tashlagan, o'zining eski firmalari nomidan. Hozirgi hokimni unday qildi deyilmayapti. Shunchaki qonunga rioya qiling. Buzasizmi, qurasizmi, qonunga asosan qiling siz ham. Xalq ko'rib turibdi sizni noqonuniy qilayotgan ishlaringizni. Bu zo'rlik bilan qancha vaqtgacha qo'rqitasizlar? Bilamiz, prokuratura, sud, boshqa hammasiga ta'sir ko'rsata olasizlar. Mana shu fikrim uchun meni ham qolasangiz bir narsalar qilishni o'ylab yurgansizlar. Qiling. Agar mana shu yuzingizga haqiqatni aytgani uchun jazolatish kerak bo'lsa, tayyormiz jazoga. Ko'zingizlar moy bosib qo'ygan. O'zingizdan podsho yasab olgansiz. Cheksiz ana feodal istagan huquqqa ega bo'l. Hatto qonun, konstitutsiyaga ko'ndalang qo'yib yuboryapsizlar. Konstitutsiyaning kafolatchisi prezident, siz prezidentni ishonch nimasiga ham bildirgan hurmatiga ham oyoq qo'yib yuboryapsizlar. Obro'sizlantiryapsizlar xalqning oldida. Qonunga qayting. Sizdan bor yo'g'i so'rayotganim shu. Qonuniy ishlang siz ham, iltimos. Xalqdan qolganlardan qonunga rioya qilishni so'rayapsiz-ku. Qo'lingizdagi kuch vositalaridan, imkoniyat, ma'muriy richaglarni dafqa qilish, buzishga sarflavermasdan qonun yo'lidan yuring. Ana shunda siz kuchli bo'lasiz. Siz juda ham zaif odam ekansizlar. Kuchsiz ekansizlar. Nimaga? Shuncha imkoniyat bo'lib turib, qonunga rioya qilmasdan zo'rlik yo'lidan ketyapsizlar. Istaganligini buzdiryapsizlar boshqa. Qonun bilan borib sudda kurashinglar. Qani kim haq ekan? Yo'q, u yo'ldan borilmaydi. Hamma silovoy strukturaga boshqa ishga solib, bostavay bo'lyapti. Ertaga ketasiz ham amaldan. Va Toshkentda tarixda eng yomon hokim bo'lgan degan nom bilan qolasiz. Meni fikrim shunaqa. Men bunchalik yomon hokimlik qilgan odamni bilmaganman shu paytgacha, ko'rmaganman. 23-yilda bahorida va'da beruvdingiz. Hozirgi hokim Toshkent eng ekologik, yaxshi, qulay shaharga aylantirib beraman deb. Qani va'da? Eng ekologik yomon hududga aylanib qoldi. Havosi iflos hududga aylanib qoldi. Allergik kasalliklar tarqagan hududga aylandi. Chirchiq bo'yini chiqindixona qildirib yotibsizlar. Daraxt kestirib yotibsizlar bu yoqda, zo'rlik qilib. U yoqdan, bu yoqdan dafqa qilib chiqartirib. Eng yaxshi daraxtzor joylarni berib o'rgansizlar ana. Qurilishga, boshqaga. Mana shunday hokim bo'lib qolasizlar tarixda. Qonunga qayting. O'zi hokimlar saylov tizimiga o'tishimiz kerak. O'tsak, o'shanda odamlar qonunga itoatkor rahbarlar kelishiga sababchi bo'lgan bo'lardi. Qonun buzarlar kelib qolyapti mamlaqa. Noroziman men shaxsan. Shaharda bo'layotgan elektr stansiyalarini bu yoqda zaryadlash, elektromobillarni shuncha qilayotgan islohotlarni rasvo qilyapsizlar, ularni buzdirib. Bu yoqda xususiy mulk daxlsizligi masalasida O'zbekiston o'sha bitta indikator bor. Xususiy mulk daxlsizligi dunyoda 139 ta davlat o'shanda baholansa, O'zbekiston 138-o'rinda turibdi. Mana shunday odamlar ham hissa qo'shyapti shunga. Mulk daxlsiz emas degan tushuncha olib kelyapsizlar. Bitta hokimga beradi, qonuniy qilib, kadastr qilib, bechorani inson tadbirkor ishoni pul tikib ishlatadi, keyingisi keladi uni noqonuniy buzdiradi. Bu banditlik-ku. O'zbekiston unday ko'rsatmaylar.
Shuning uchun shu fikrimni aytib qo'yishim kerak. Eng pozor qilgan shaharni eng yomon hokim bo'lgan shunaqa nom bilan qolasizlar. Bu sizlarga berilgan baho. Bu meni fikrim, konstitutsiyadagi berilgan o'sha huquqdan kelib chiqib bildiradigan fikrim. Sizlarga maqtov qanchalik konstitutsiyaga, qonunga to'g'ri kelib o'zingizlarga yoqadi-ku, bu tanqidni ham qabul qilasiz endi. Salbiy bahoni ham. Va shunaqa ekologiyaga dushmanlik qilyapsizlar har tomonlama. Xalqni sabr kosasini to'ldirib olyapsizlar. Xalqdan, odamdan qonunga, konstitutsiyaga rioya qilish talab qilasizlar deb so'raysizlar, lekin o'zlari amal qilmasmish. Juda zo'r-ku bu. Unaqada davlatga ishonch qoladimi odamlarda? Bizni kuzatib turgan yoshi kattalar bo'lsa, yoshi kichkinami, hammanglardan meni iltimosim, so'rovim shu. Mana Ramazon vaqtlari, roza vaqtlari, undan keyin rozadan keyin ham o'tarmiz. Duo qilasizlar-ku, duo qilganda iltimos so'raylar. Bizga qonunlarga amal qiladigan hokimlar ber. Konstitutsiyani buzmaydigan, xalqni oyoq osti qilmaydigan, xalqni qaqshatmaydigan odamlar rahbar bo'lib kelishini so'rab duo qilinglar, iltimos. Eng birinchisi qonunga amal qiladigan, qonunga bo'ysunadigan, prezidentning farmonlariga bo'ysunadigan odamlar rahbar bo'lib kelishini so'raylar duoylarda, iltimos. Shu kuzatib turganlardan qolganlarga insof bersin. Qachondir bizda ham mana shu qonunlarga bo'ysunadigan rahbarlar kelib qolar. Shu kunlarni kutib yashaymiz, umid qilamiz. Lekin biz qonun yo'lidan yurishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytayotgan gap va qilayotgan ish doim bir bo'lsin.